qarindoshlarimizni, birodarlarimizni ham shu yerga kelishlarini muyassar aylagin. Amin. Allohim mana ertaga nasib bo'lsa Makka-i Munavvara shahriga borib, o'zingni o'yinga mehmon qilmoqchisan. Hammamizning niyatlarimiz bor, orzu istaklarimiz bor. Shu qiladigan niyatlarimizga o'zing Allohim yetkaztirgin. Amin. Allohim hammamizni bilib bilmay qilgan xatolarimizni, kamchiliklarimizni va gunohlarimizni mag'firat aylagin. Amin. Allohim qiladigan ishlarimizga xayr bergin. Amin. Allohim voyaga yetkazayotgan soliha farzandlarimizni, nevaralarimizni umrini uzoq qilgin. Amin. Rizqlarini butun qilgin. Amin. Yomon yo'llarga kirishdan o'zing panohingga asragin. Amin. Mana shu duoga qo'l ochib o'tirgan barcha birodarlarimizni qiladigan hamma ibodatlarini o'zing dargohingga qabul aylagin. Amin. Yo'llarini yoriq qilgin, mushkullarini oson qilgin. Azizjon ukamiz bovasi Davron palvon, momasi Opam, Bahor opam. opasi Bahor opa haqida mana bugun mana shu ehsonni qilyapti. Shu ehsonni qilingan yaxshi sadaqalarni, yaxshi ehsonlar qatoriga dargohingga qabul qilib, sohibi ehsonni umrini uzoq qilgin, rizqini butun qilgin. Amin. Biz yeb kamaytirgan bo'lsak, joyini bisyor darajada ko'paytirgin. Amin. Robbana atina fi dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Bi rahmatga yo arhamar rahim. Allohu akbar. Ey yashang. Bir choy ichdilar. Yashang, rahmat. Choylardan ichinglar, issiqqina. Hozir bu trendda, internetda. Mirshod o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ammaga.